Bugun sizlar bilan psixologik ochlik haqida gaplashamiz. Ayni shu tema hozir juda ham ko'p ayollarni bezovta qiladi. Ayniqsa mana shu uyda o'tirib qolgan, o'zini ustida ishlamaydigan va hayotda yo'lini topa olmayotgan insonlar uchun juda ham foydali darslik bo'ladi. O'zi ochlikni ikki xil turi bor. Fiziologik ochlik bor va psixologik ochlik. Fiziologik ochlikda siz aniq bilasiz, qorningiz ochdi, nimadir mehnatdan keyin yegan ovqatingizni sarfladingiz yoki nima bilandir shug'ullandingiz, qorningiz ochdi, borib kerakli ovqatni yedingiz. Ammo psixologik ochlik bor. Psixologik ochlikda inson och qolishi shart emas. 1 soat oldin ovqat yegan bo'lsa ham yana o'sha xolodilnikni ochib, ayniqsa psixologik ochlikda hech kim ming ilmli bo'lsin, ming foyda zararni anglay oladigan darajada bilimga ega bo'lsa ham psixologik ochlik paytida hech kimda aql emas, emotsiyalar boshqarishni boshlaydi va inson aqlan menga foydali bo'lgan mahsulotlar, masalan oqsilli mahsulotlarni yeyishim kerak degan fikrga bormaydi. O'sha tezda unga energiya beradigan, unga o'sha ozgina bo'lsa ham hozirgi holatdan chiqish yo'lini beradigan, dopaminni uyg'otadigan mahsulotlarga yopishadi. Bular asosan eng zararli, insonni semirtiruvchi, qandli diabetga olib keluvchi va ortiqcha vaznni paydo qilib, o'sha psixologik ochlikni yana ham rivojlanishiga sababchi bo'lib, gormonalniy fonni buzadigan holatlarga olib keladi. Psixologik ochlik bu ko'proq insonni qalbi bilan, uni kechirgan hayotidagi yechilmagan, gapirilmagan gaplar, hissiyotlar, kimdandir xafa bo'lish yoki kelajakdan qo'rqish. Masalan, ba'zi bir ayollar turmush o'rtog'i bilan ajrashgandan keyin 2-3 ta farzandi bilan yolg'iz qolib ketgandan keyin uni qanday katta qilaman deydi va kelajakka nisbatan qo'rqadi yoki kvartirada yashaydi, uyim bo'ladimi? Manda uy bo'ladimi degan kuchli qo'rquv bo'ladi. Yoki nimadir sababdan ishdan bo'shab ketsa, bir inson yaxshi karyera qildi, yaxshi omadlik, pul topishni boshladi, lekin qanaqadir vaqt o'tib nimadir sababdan ishidan bo'shab qoldi. Mana shunday insonlar ham ishdan bo'shaganda yoki o'sha topayotgan daromadi bir necha barobarga tushib ketib yoki biznesmenlar katta pulni yo'qotganda ularda ham mana shu xavf tug'iladi. Ular qo'rqishni boshlaydi kelajagidan, ishidan, qarzimni uza olamanmi degan mana shu vahimalar insonni psixologik ochlikka qarab olib keladi. Chunki bizani o'zbeklarda bilsanglar, yoshligimizdan qarindosh urug'chilik munosabatlari bizda juda ham yuqori turadi. Silay rahim degan narsa, ya'ni Alloh taolo nima degan? Kim silay rahimni uzsa, men u bilan aloqamni uzaman degan ma'nodagi oyat bor. Va biz o'zbeklarda silay rahim, qarindosh urug'chilik, aka-ukachilik bu juda ham eng e'tiborli turadigan momentlardan. Ayniqsa bayram arafalarida biz ko'rishamiz постоянный va ko'rishganimizda albatta biz dasturxon ustida ko'rishamiz. Bu yerda mehmonlarni har xil noz ne'matlar bilan ko'rishamiz. Ya'ni inson xursandchilikni va bayramlarni doimiy shirin ovqat bilan birgalikda kechirgan, o'zidan o'tkazgan va shu narsa yillar davomida shakllanib, hozirgi kunda ham bitta o'zi yolg'iz qolganda ham o'sha xursandchilik momentini qaytarish uchun, dopaminni uyg'otish uchun albatta bir narsa yeyish kerak. Masalan, bir ayol stressda farzandlarni ovqatini qilib berdi, yeb bo'ldi. Lekin stress farzandimni ertaga nima bilan boqaman, uni kreditimni qanday qilib yopaman, farzandimni maktabiga qanday to'lov qilaman deb qo'rqib o'tirgan paytda dugonasi telefon qiladi, u bilan yozilib gaplashib, unga maslahat berish uchun, undan maslahat olish uchun albatta yana bitta ovqat bo'lishi kerak. Ovqat bo'lmasa u fikrini ayta olmaydi yoki bir shirinlik ustida gaplashadi. Ya'ni mana shunaqa holatlarni biz psixologik stressga bog'lasak bo'ladi. Va bugungi kunda va hozir men sizlarga detoks sifatida mana shu psixologik stressni qaysi gormonlarga aloqasi bor va bu narsa qanchalik darajada bizni hayotimiz sifatini buzib tashlashligi mumkin, oldini olish uchun kerak bo'ladigan maslahatlarni beraman. Psixologik ochlikni surunkali inson hayotida davom etishiga bizning tanamizda o'sha yetishmayotgan ba'zi bir mahsulotlar bilan bog'liq bo'ladi va gormonal buzilishlar bilan bog'liq bo'ladi. O'zi aslida insonda mana shu psixologik ochlik bu inson o'zi bilan o'zi kelisha olmasligi, o'zini yo'lini topa olmasligi, nima to'g'ri qarorni qabul qila olmasligi, o'zini fikrini aniq tiniq qilib birovga bildira olmasligi va mana shu bildira olmasligi sababidan o'zini ezilishi. Har qanday kasallikda anatomiya bor, fiziologiya bor va psixomatika bor. Ya'ni masalan bir ayolni miomasi bor. Mana shu miomani fiziologiyasi anatomiyaga, biologiyaga, psixomatikaga bo'ladigan bo'lsak,
anatomiyasi ana shu ayol borib uzi qildirib miomani qayerda joylashishini ko'rishligi, uni ko'rsatishligi va ginekolog bilan maslahatlashligi bu anatomiya hisoblanadi. Mana shu miomasi bor ayol nimaga mioma chiqqanligini sababini, estrogen, progesteron gormonlari qanaqaligini bilishni istasa, qonga analiz topshiradi. Qon orqali unga diagnoz qo'yish yoki qon orqali uni darajasini va nimaga kelib chiqish sabablarini aniqlash bu ximiya-biologiyaga kiradi. Demak, ginekolog bilan borib uzida ko'rsatishi fiziologiya, anatomiya, to есть analiz topshirishi, gormonlarni aniqlash bu ximiya-biologiya hisoblanadi. Psixomatika esa bu psixolog bilan hal qilinadi. Ya'ni bu ayollarda ko'proq miomani paydo bo'lishi bu xo'jayini bilan, ya'ni turmush o'rtog'i bilan o'sha hayotida bir narsa sababdan dars ketishi, ajralib ketishliklar yoki doimiy norozilik, o'zini fikrini ayta olmaslik, xo'jayindan doim kalta yeyish yoki qo'rquv ostida yashash, mana shunday uydagi bo'ladigan doimiy muammolar sababidan ayol kishida mioma o'sib ketishi mumkin. Va yana bitta sizlarga misol keltiraman. Ba'zi bir ayollarda mana shu qalqonsimon bezida tugunlar o'sib ketadi va qalqonsimon bezida razmerlarda o'zgarishlar bo'ladi. Mana shu tugunlarning o'sib ketishi mana shu ayolni, ya'ni psixomatikasiga to'xtaladigan bo'lsam, fikrini ayta olmaslik. Qaysi bir inson o'zini fikrini ayta olmasa, bu ko'proq kelinlarda uchraydi. Kelinlar xizmat qiladi, erini xizmatini qiladi, farzandlarini xizmatini qiladi, qaynona qaynotasini xizmatini qiladi, lekin juda kam kelinlar rahmat eshitadi. Baraka toping, rahmat qizim, dam oling, charchayapsiz, bolangizga qarang degan gaplar. Xo'jayindan esa ovqating shirin bo'libdi, rahmat xotinim, baraka topgin, yaxshiyam borsan deb silab qo'yishi yoki ba'zi bir besabab bayramlar bo'lishyapmiz, ba'zida gullar olib kelishi, uni qilayotgan harakatida uni qilayotgan o'sha farzandlari, oilasi uchun bag'ishlayotgan o'zini sog'lig'i va vaqtini qadrlab qo'yishlik bilan biz mana shu ayolni inson sifatida o'zi dunyoda va o'zini o'rnida yashayotganini ko'rsatib qo'yamiz. Agar inson erdan ham, qaynonadan ham rahmat eshitmasa, ulardan doimiy norozi bo'lsa, ovqat qilib bersa, osh qilib bersa, suyug'ini qilmabsan, suyug'ini qilmasa, quyug'ini qilmabsan, sho'r qilibsan, achchiq qilibsan, u qilibsan, bu qilibsan, bolalarga qara, uyni ahvolini qara. Ya'ni ayol kishi o'zini eplay olmayapman, men kelinlik vazifamni ham, ayollik vazifamni ham, onalik vazifamni ham bajara olmayapman degan ayolda o'ziga o'zi norozilik paydo bo'ladi va bu norozilik u ayolda fikrini ayta olmaslik, ya'ni sabablarini, adasi men mana shu sabablardan mana bu narsalarni qila olmayapman yoki qaynonasiga ona meni to'g'ri tushuning, o'g'lingizni ham xarakterlari bor, ularga yoqish uchun men harakat qilishim kerak, ular mendan ko'ngil so'p ertaga ko'chadan bitta ayolni topolmaslik uchun o'zimga qarashim kerak, bu uchun menga vaqt kerak bo'ladi, sochlarimga, badanimga, ozishimga harakat qilishim kerak, o'zimga pul sarflashim kerak bo'ladi, farzandlarimdan ortmayapman, uy ishlarim ham ba'zida chala qolib ketyapti, siz doim mendan norozi bo'lyapsiz. Men bitta inson sifatida hamma narsani ideal tarzda bajara olmayman, buni to'g'ri tushuning. Meni ham qizlaringiz bilan ozgina taqqoslang. Men ham mana shunaqa qilib o'zini fikrini ayta olmasligi. Bizda qanaqa bo'ladi? Biz bitta insonga o'zimizni fikrini ayta olmasak, o'zimizni miyamizni aylantirib har kun o'sha bilan gaplashamiz. Bu o'zim hayotimda ham bo'ladi. Masalan, men ba'zi bir masalalarni xo'jayinimga ayta olmayman. Va xo'jayinim bilan 2 kun 3 kunlab gaplashaman. Qaytarib gaplashaman. Yo o'tirib gaplashib olaman, ba'zida o'tirib gaplasha olmayman. Mana shunaqa o'zimizni fikrimizni chiroyli qilib o'tirib gaplasha olmasligimiz bizani qalqonsimon bezimizda tugunlarni o'sib chiqishiga sababchi bo'ladi va mana shu narsani, mana shu kasallikni, ya'ni uzunlarni o'sib ketishini yoki kista paydo bo'lishini yoki onkologiyaga o'tib ketishini psixomatikasi hisoblanadi. Va chet ellarda juda to'g'ri qiladi. Albatta tarbiyadan chiqmagan holatda inson o'zidagi bo'layotgan norozichiliklarni o'tirib albatta gaplashib olish kerak va ro'parasidagi inson u qaynona bo'ladimi, kelin bo'ladimi yoki kuyov bo'ladimi, xo'jayiningiz bo'ladimi, siz to'g'ri tushungan holatda o'zini inson pichoqni o'zingga tiqsang, o'zingga tiqib ko'r, bir xulosa qilishdan oldin degan gap bor. Bu bekordan bekor emas. Albatta u insonni ham o'zini inson o'rniga qo'yib ko'rib, qaynonalar ham o'zini kelinlik paytidagi qilgan xizmatlarini o'ylab ko'rib, ozgina insonga erkinlik berish kerak. Har bitta insonni o'zi uchun sarflaydigan 2 soat, 3 soat vaqti bo'lishi kerak. Inson, masalan, ayol kishi tug'ildi, 18 ga kirdi, turmushga chiqdi. Turmushga chiqqan kundan boshlab to o'lgunigacha uni 24 soati kimlar uchundir? O'g'li uchun, qizi uchun, eri uchun, qayninsinglisi uchun, qaynonasi uchun, qaynotasi uchun, ishi uchun
yoki yana qanaqa qarindoshi ota-onasi uchun. Mana shu ayol o'zi uchun vaqt sarflamas ekan, 2-3 soat faqat o'zining rohati uchun, uxlash uchun yoki qayerga salonga borish uchun sarflamas ekan, mana shu insonda norozichilik tug'ilaveradi va mana shu norozichilik sababidan insonni psixologiyasi buziladi, psixomatikasi buziladi va mana shu psixomatika insonni ochlikka olib keladi, psixologik ochlikka olib keladi. Sizga fikrini ayta olmayaptimi? Boradi xolodilnikdan nimadir olib yeyishni boshlaydi. Ya'ni o'zini stressini zayedat deyiladi rus tilida. O'zini stressini ovqat bilan bosishni boshlaydi. Ya'ni yuqorida aytganimdek, xursandchilik bizada ovqat bilan bog'liq. Oila bilan, masalan, yangi yilni nimaga hamma yaxshi ko'radi? Musulmonchilikda, dinimizda yangi yil yo'q deydi-yu, lekin ko'p musulmonlar, oilalar yangi yilni biza faqat maza qilib o'tirish uchun qilyapmiz deydi. Va mana shu yangi yilga xarajat qilishni o'zi qanaqa dopamin beradi insonga. Masalan, yangi yilga xarajatga chiqib ketyapsiz, yaxshi narsalarni sotib olasiz, bozorlarda yurasiz, aylanasiz, salatlarni qilasiz. Boshqa kuni qilmaysiz 3-4 tadan salatni. Lekin mana shu yangi yil bizani yoshligimizdan, ota-onamiz, qarindosh urug'lar bilan jipslashtirgani uchun, bizda dopamin uyg'otganligi uchun, gormonlar bilan bog'liqligi uchun biz mana shu bayramni qon qonimizga singib ketgan. Buni chiqara olmaymiz. Xuddi shunga o'xshab insonlar ba'zi bir momentlarda dopaminni uyg'otishga, o'ziga rohat berishga, o'zini uspokoyit qilishga o'rganib qolgan. Bu narsa juda ko'p holatlarda psixologik ochlik bilan bog'liq. Psixologik ochlikni surunkali bo'lishini sabablaridan biri bu gormonal fonning buzilishi. Qaysi gormonlardan bilsak bo'ladi? Bu prolaktin va kortizol gormonlari. Kortizol va prolaktin gormonlari, prolaktin gormoni biza miyamizdagi gipofiz bezi orqali ishlab chiqariladigan bo'lsa, kortizol gormoni ham xuddi shunday, faqat kortizol gormoni paydo bo'lishligi uchun buyrak usti bezi juda ham katta o'rinda turadi. Buyrak usti bezi agar yillar davomida stress qilaversangiz, doimiy asabiy bo'lsangiz, doimiy baqirgan, недовольный bo'lgan, qayergadir shoshilayotgandek hayot ko'radigan bo'lsangiz, ya'ni qalbingizda xotirjamlik bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu nadpochnik sizni doimiy поддержка qilish uchun kortizol gormoni uyg'otadi, beradi va bir kun kelib u a'zoyimiz kortizol gormonini ishlab chiqarishdan to'xtaydi va mana shu narsadan keyin inson o'zini o'zi yeyishni boshlaydi. O'zini o'zi yeyish deganda tana sizni поддержка qilish uchun o'zingizdagi mishsalaringizdagi aminokislotalarni, oqsillarni o'g'irlashni boshlaydi. Sizni suyaklaringizdan kalsiylarni qonga chiqarishni boshlaydi. Ya'ni inson hayoti davomida to'g'ri ovqatlanib yoki to'g'ri ovqatlanmasdan ham deylik, tanasiga yig'gan o'sha stroykasini bitta yana obratni chaqirib, qonga chiqarib, qon orqali uni faqat shu inson o'zini energiyada ushlab yurish uchun sarflab tashlaydi. Ya'ni obratniy effekt bo'lishni boshlaydi. Bu juda ham yaxshi narsa hisoblanmaydi. Va bundan boshqa yana prolaktin gormoni ayniqsa hozirgi kunda juda ko'p erkaklarning analizlarini ko'rganimda baland ko'tarilib ketgan. Sirazu stress borligini bilaman. Va mana shu prolaktin gormonini homilador bo'lmasangiz va emizikli bo'lmasangiz normadan baland bo'lib ketishi, bu sizda stress gormoni rivojlanib ketgani va uyqungiz normada emasligini bildiradi. Va shu yerda ham mana shu ko'p ayollarni, yosh bolalarda bor ayollarning kechasi bilan yaxshi uxlay olmasligi yoki telefonda, Instagramda shu 10 da uxla deyilganmi, mana shu uxla degan maslahatga amal qilmasligi uni melatonin gormonini bloklab, o'sha miya faoliyatini tekizlashga xizmat qiluvchi uyquni fazasi bor. Uyquda ikkita faza bor, chuqur faza va yengil faza. Yengil fazani vazifasi sizni o'sha kun davomida lat yegan asab sistemangizni tiklash hisoblanadi. Agar kim kechasidan telefonda o'tirsa, masalan 2 gacha, 3 gacha o'tirib qo'yishimiz mumkin. Hozir bu juda ham oson. Har xil roliklar bor, har xil retseptlar bor. O'zimizni yoqtirgan blogerlarimiz bor. Ularning hayoti, birovlarning hayotiga qiziqish, blogerlarni ko'rish bilan soat 2-3 bo'lib ketadi. Mana shunda sizni miyangiz tiklanmaydi. 9 bilan 12 gacha tiklanish kerak bo'lgan miya tiklanmaydi va melatonin gormoni borgan sari bloklanib qoladi. Va juda ko'p ayollar shikoyat qilgan, "Osipa, men uxlay olmayapman, dori bilan uxlaydigan bo'lib qolganman. Umuman uyqumni yo'qotib qo'ydim. Nima qilsam bo'ladi? Meni uxlating, charchab ketdim. Men uxlashni xohlayapman" dedi. Nimaga? Mana shunday ayollar yillar davomida uxlamay qo'ygan, ya'ni o'zi sababchi bo'lgan, asabiylashgan, unda uxlamagan. Unda uxlamagandan keyin miya tiklanmagan, ya'ni shu 15 minutlik yengil fazadan o'tmagan. Tiklamaganligi uchun melatonin gormoni bloklanib ketgan. Melatonin gormoni bloklanib ketganda undan keyingi gormon somatoterapin gormoni ham ko'tarilmaydi. Somatoterapin gormoni bu yoshlik eliksiri deyiladi. Olimlar bu gormon yoshlik eliksiri deydi. Bu yoshlikni saqlab turadi.
a'zolarni yosh chiroyli saqlab turadi. Jigarni, pochkani, o'pkani, o'tqopni, kletkalarimizni hammasini tiklaydi. Biz kunduzi bilan stress qilamiz, noto'g'ri ovqatlarni yeymiz. Buzilsa, kechqurun mana shu somatotropin gormoni bizning yog'imizni eritadi, bizni tiklaydi, bizlarni yoshartiradi. Agar kim 2-3 kungacha Instagramda o'tiradigan bo'lsa, mana shu inson tezroq qariydi, tezroq yuziga ajinlar tushadi, sochlari tez nima bo'ladi va e'tibor qilsangiz, yaxshi uxlamaydigan odamda ko'zlari tagi qorayishni boshlaydi va ertalab turganda ko'zini tagida shish bilan uyg'onadi. Mana shunday narsalar insonni o'sha oynaga qaraganda o'ziga bo'lgan ishonchini yana ham kamaytirishni boshlaydi. Semizlik hech qaysi ayolga yoqmaydi va mana shu semizlik bizni kortizol gormonimizni, prolaktin gormonimizni va yillar davomida noto'g'ri ovqatlanish va tez xohlagan narsamizni yeyishlik, xolodilnikda kerak emas, qornimiz ochmasa ham qayta narsalarni yeyishimiz bizni insulin gormonimizni ko'tarib oladi. Mana shunaqa qilib, botqoq, semizlik botqog'iga botib qolamiz. Endi mana shu holatda yashayotgan insonlar hozir o'ylashi mumkin, xo'p, Osiyo opa, endi nima qilamiz? Ya'ni biz asabiymiz, semizmiz, ortiqcha vaznimiz bor, fikrimizni haqiqatdan ayta olmaymiz, undan qo'rqamiz, bundan qo'rqamiz va doimiy alamimizni ovqatdan olyapmiz. Nima yechim bera olasiz deyotgan bo'lsanglar, birinchi o'rinda men sizlarga maslahatim uyquni normaga solishinglar kerak. Bu juda ham muhim narsa. Oson narsa emas. Bir hafta uyqu bilan olishinglar. Uyquni joyiga qo'yishga harakat qilinglar. Masalan, soat 10 dan keyin farzandingiz ham, o'zingiz ham telefoningizni olib qo'yasiz va svetlarni o'chirasiz. Svetni o'chirmasangiz, melatonin gormonini qayta tiklay olmaysiz, joyiga qo'ya olmaymiz. Melatonin gormoni joyiga qo'yilmas ekan, bizani tanamizni tiklovchi, bizani qilgan, nima deydi, gunoh qilingandan keyin inson istig'for aytib tavba qiladi va gunohlari kechiriladi, to'g'rimi? Biz shundan umid qilamiz. Gunoh qildik, istig'for aytib tavba qilamiz. Endi gunoh qildingiz, ertalab bo'lmagan narsalarni yedingiz, o'sha stress sababidan noto'g'ri narsalarni yeb qo'ydingiz, endi ana shuni joyiga qo'yishni uxlab berishingiz kerak. Uxlaganingizda ana shu narsalarni zararini bir qancha foizini bo'lsa ham, mana shu somatotropin gormoni joyiga qo'yiladi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz biz uyqumuzni normaga qo'yishga o'rganishimiz kerak. To'g'ri, bittada o'xshamaydi. 10da shundoq постоянно 2-3 da uxlayotgan odam bugun 10da uxlashim kerak ekan, telefonni o'chirib qo'yib 10da birpasda uxlab qola olmaydi. 11 gacha, 12 gacha u yoqqa ag'darilishi, bu yoqqa ag'darilishi mumkin, lekin o'shanda ham telefonga qaramaslikka, svetni yoqmaslikka harakat qilish kerak. Bu birinchi maslahatim. Ikkinchi maslahatim, mana bu suvni rejimiga e'tibor qilinglar. Suvni ozishga aloqasi yo'q, lekin suv bizani gormon faoliyatimizga, jigarlarimiz ishlashiga va o'tqopimizda tosh paydo bo'lmasligi uchun juda ham muhim. Birinchi o'rinda qon quyuq bo'lmasligi kerak. Qonni quyuqlashishining asosiy sababi suv ichmasligimiz. E'tibor qiling. Hozir har bitta inson e'tibor qilsin. Necha litr kunda suv ichasiz? Ichsangiz 1 litr ichasiz, 1 litr 1,5 litr ichasiz. Lekin siz 80 kilodan ortiqcha vazn bo'lsa, sizga 2,5 litrdan ko'proq suv kerak bo'ladi. Qonimizni 92% suvdan iborat. Suvdan iborat. Endi biz qonimiz quyuq bo'lsa, nima bo'ladi? Davleniyamiz doim baland bo'ladi. Qon quyuq bo'lsa, insonni qon tomirida shakar aylanib yuraveradi. Ya'ni shakarning miqdori ko'p bo'ladi va u glikatsiya paydo qiladi. Glikatsiya bu shakar bilan oqsilni bir-biriga boylanib qolishi. U boylanib qolganda qon tomirlari teshishi boshlaydi. Bu infarkt va insultga podozreniya, ya'ni infarkt va insultni paydo bo'lishiga eng birinchi yo'lni ochadi. Qonda shakarni ko'p qolib ketishi mana shunday. Agar biz suvni yetarli darajada ichadigan bo'lsak, biz safro oqimini to'g'rilaymiz, ichaklarimizni tozalab boramiz va ichimiz kelib qonimiz tozalanib boradi va qondagi xolesterinning darajasi kamayib boradi. Bu ikkinchisi. Uchinchi eng asosiy maslahatim, nima bo'lgan taqdirda ham nonushta qildingizmi, nonushtadan keyin obedgacha hech narsa yemaslik kerak. U bolingizdan qolib ketgan bir bo'lak non bo'ladimi, pechenye bo'ladimi yoki qimmatbaho qanaqadir golubikasi bo'ladimi? Bir xil insonlar magazinda sotib olgan qimmat mahsulotlarni aynib qolmasligi uchun uni yeb olganim yaxshi dedi. Yo'q, yeganingiz yaxshi, lekin uni ovqat paytida yeysiz yoki ovqatdan keyin yeb olasiz. Nonushta bilan peshinning o'rtasida, ya'ni obedning o'rtasida hech qanaqa ovqat yeyishga ruxsat yo'q. Faqatgina mana bu suvni ichasiz. Obed qilganingizdan keyin kechqurungi ujungacha hech narsa yemaysiz, faqat suv ichasiz. Mana shunaqa 3 ta narsani joyiga qo'yishlik bilan siz psixologik ochlikni kontrol qila olishni boshlaysiz. Ya'ni ming sabab bo'lsin, nima bo'lsin, men obed qildimmi, bo'ldi, ujungacha hech narsa yemayman degan narsani qattiq ushlashingiz kerak va ana shu zavtragingizda ham, obedingizda ham, ujuningizda ham iloji boricha xamirli mahsulotlarni kamaytirib, shirinlarni yemasangiz, go'shtli, yog'li mahsulotlarni yesangiz, sizni qorningiz uzoq paytgacha och bo'lmaydi. Chunki oqsilli mahsulotlar 4,5 soat, 5 soatda hazm bo'ladi. Uglevodli mahsulotlar uchun esa 2 soat yetarli. 2 soatli narsa yeb, yana qorningiz ochib, yana narsa yegandan ko'ra oqsilli mahsulot yeb 4,5-5 soat qorningiz to'q maza qilib yurganingiz foydaliroq. Demak, uyquni joyiga qo'yamiz, suv rejimiga e'tibor beramiz.
perikuslarsiz ovqatlanamiz va yana bitta to'rtinchisini qo'shib qo'yaman. Har kuni kamida 5000 qadam yurishni odat qilamiz. 4 ta maslahatga amal qilsangiz, sizda bir oyning ichidayoq 5 kilogramma atrofida vazn kechishi mumkin. Hozirgi aytgan 4 ta maslahatim kamlik qilib, o'zini nazorat qilmaydigan insonlar bo'lsa, yana bonusga 2 ta maslahat qo'shib bermoqchiman. Birinchisi, o'zingizga uchun 1 soat bo'lsa ham vaqt ajrating. Xohlagan narsangizni qiling. Kitob o'qiysizmi, raqsga tushasizmi yoki peshkom aylanib yurib kelasizmi? Yoki bitta yoqtirgan insoningiz bilan maza qilib xoxolashib gaplashasizmi? Yoki bitta eski qanaqadir yoshligingizda sizga quvonch bergan bitta filmni ko'rasizmi? Nima qilsangiz ham 1 soat o'zingiz uchun vaqt sarflaysiz. Agar hozirgi aytgan narsalarimni qila olmasangiz, ya'ni o'zingizga 1 soat vaqt ajrata olmasangiz, yana bitta life hack bor. Qaynonangiz, eringiz yoki yana boshqa kimlar, boshlig'ingiz ishxonangizda, kim sizni asabingizga tegayotgan bo'lsa, har kuni 2 mahal, 3 mahal o'zingizning xonangizga kirasiz, spalningizga kirib, yostiqni og'zingizni ochib, yostiqqa qattiq yuzingizni yopishtirib baqirasiz. Yurakdan ad-dushi baqirasiz. Deb baqirasiz. Prosta keng dalada, tog'larning ustida baqirsangiz ham bo'ladi. Endi hovlida yashaydigan ayollarda, etajda yashaydigan ayollarda bunaqa imkoniyat yo'q. Atrofdagilarni qo'rqitib olmaslik uchun eng zo'r variant yostiq. deb baqirasiz. Yurakdan. Baqiriq mana bu insonning ichidan chiqishi kerak. Mana shunaqa qilib baqirganingizda inson fikrini gapira olmasa ham ichidagi narsasi chiqib ketadi. Va bu rostdan ham qalqonsimon bezimizda tugunlar paydo bo'lishini oldini oladi. Bu meni gapim emas, bu olimlarni o'sha tekshiruvdan o'tgan endokrinolog olimlarni maslahati hisoblanadi. Mana shuning uchun shu yostiqqa har kuni 2-3 marta kirib, baqirib olib indamay chiqib xizmatlarini qilaverasizlar, esingizdan chiqmasin. Endi agar siz psixologik ochlik sababidan semirib ketgan bo'lsangiz va ishni nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, qanaqa ovqatlarni yeyish kerak, qanaqa normada yeyish kerak, uyquni fazasi haqida masalan chuqurroq bilimga ega bo'lishni xohlasangiz yoki ozishni bajarishdan oldin qanaqa analizga topshirish kerak, shunga o'xshagan ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, mana shu profilimga kirsangiz, ozish uchun maslahatlar degan 1 soatdan oshiqlik darsliklarim juda ham ko'p. U yerda qorni chiqib ketganlar uchun maslahatim bor. Mana shu ozishda qilinayotgan xatolar, biz ozdiradi deb ishonch bilan yillar davomida qilyapmiz, lekin effekt bermayotgan dietalarni ham tahlil qilib berganman. Albatta kirib mana shu darslarimni ko'rib, maza qilib o'zingizga kerakli informatsiyalarni olinglar. Aslida o'rtoqlar, ozish oson, faqat uni o'zini ildizi bilan qilishingiz kerak, ya'ni ildizini topishingiz kerak va men o'zim ham mana shu ozish bir necha yillik, 20 yildan oshiq stajim bor ozish bo'yicha, hamma narsani qilib ko'rganman va oxiri yagona to'g'ri yo'lni topganman va mana shu to'g'ri yo'lda men 70 mingdan ortiq insonlarni sog'lom hayotga qaytishlariga va ularni 5 kilogramdan 70 kilogramgacha, balki undan ham ko'p vazn tashlashlariga sababchi bo'lganman va buni ildizi albatta 3 ta ishni qilish bilan bo'ladi. Va mana shu 3 ta ishni qilish bu sizga qayta semirmaslikni, nimadan semirayotganingizni aniq javob va eng to'g'ri yo'l qaysiligini ko'rsatib beradi. Va birinchi ish bu analiz topshirishdan boshlanadi. Har qanday holatda nima bo'lishingizdan qat'iy nazar, nima kasal bo'lishingizdan qat'iy nazar, birinchi o'rinda doktor sizga nima deydi? Analiz topshir deydi. Operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, analiz topshirasiz. Analizga qarab siz operatsiyaga mosmisiz, to'g'ri kelasizmi? Operatsiyada qanday holatlar kutiladi? Mana shuni ko'rib, bilib turib, keyin sizga yo lecheniya yozadi yoki operatsiyaga oladi. To'g'rimi? Ozishda ham xuddi shunday. Semirizlik bu Sog'liqni saqlash qo'mitasi tasdiqlagan kasallik hisoblanadi. Ya'ni hech qachon semiz inson sog'lom hisoblanmaydi. Semiz insonni orqasida qandaydir kasalliklari bor va mana shu kasalliklarni aniqlash yoki kamchiliklarni deylik, gormonal fon buzilishi, defitsitlarning yetishmasligi, a'zolarning noto'g'ri ishlashligi, jigarda juda ham ko'p toksinlarni to'lib ketib va uni yog' bosib ketishligi insonni semirishga sababchi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Mana shuni bilish uchun biz ham analiz topshirishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi ish esa mana shu analizingizdan kelib chiqib, sizdagi kamchiliklarni topib, mana shu kamchiliklarni o'rniga qo'yish, ya'ni defitsitlaringizni yopish hisoblanadi. Uchinchi ish dietolog, nutritsiolog hamda endokrinolog
bilan birdaniga bittada ishlash. Mana shunday mutaxassis sizni ham analizlaringizni ko'rib bera oladi, ham sizni gormonlaringizni joyiga qo'yib bera oladi, ham siz defitsitlaringizni yopib bera oladi va ham sizga to'g'ri keladigan menyuni tuzib, sizni ozishingizga yordam bera oladi. Mana shunday inson bilan siz birgalikda bittani o'zida ishlaydigan bo'lsangiz, siz har taraflama o'zingizni budjetingizni tejaysiz. 3 xil mutaxassisga bormaysizda, bitta mutaxassisning o'zidan foydali bo'ladigan ma'lumotlarni olasiz. Dieta va sportlarsiz ozishni va qayta semirmaslikni istagan barcha insonlar uchun yengil bo'ling kursini taqdimotini endi o'tib beraman. Eslatma, videoning oxirida 2 ta video darslik va mini kursim bor. Mana shu taqdimotni oxirigacha o'tirgan insonlarga mana shu video darsliklarim va kursim beriladi. Bu yerda nima bor o'zi? To'g'ri bozorlik qilish uchun maxsus video darslik. Agar siz to'g'ri bozorlik qilishni o'rganib olsangiz, ishoning, siz ozish uchun, to'g'ri hayot uchun kerakli bo'ladigan eng kerakli bo'ladigan ma'lumotni olgan bo'lasiz. Chunki sizni xolodilnigingizda nima bo'ladigan bo'lsa, uyda o'shani yeysiz. Xolodilningizga to'g'ri mahsulot olib kirish, farzandlaringizga to'g'ri ovqatlanish sirlarini beruvchi va har bitta mahsulotlarni tahlil qilish uchun men video darslik yozganman. Mana shu video darslikni shu videoni oxirigacha o'tirgan insonlarga beraman va siz uchun maxsus korzinkadan bozorlik qilingan har bir mahsulot tarkiblari bilan tushuntirilgan. Videoni oxirida 2 ta video darsim va kursligimni qanday qilib qo'lga kiritishni oxirida tushuntirib qo'yaman. Demak, keyingisi qayta semirmaslik mini kursim. Bu kursda qayta semirmaslikka sabab bo'luvchi siz bilmagan sabablar, vaznni ushlab turuvchi taomlar, qayta semirmaslik uchun ichilishi shart bo'lgan vitaminlar ro'yxati, qayta semirmaslik sirlari nomli mualliflik kitobim beriladi. Ushbu bepul kurs darsliklar mana shu taqdimotni oxirigacha o'tirgan barcha insonga beriladi. Demak, taqdimotni boshladik. Kursimizni nomi yengil bo'ling, ozish va qayta semirmaslikni kafolatlovchi kurs hisoblanadi. Birinchi modulida korzinka va bozordan olishingiz kerak bo'lgan mahsulotlar ro'yxati, mahsulotlar tahlili va nima uchun mumkin va nima uchun mumkin emasligini tushuntirib o'tganman. Bu qadamdan maqsad sizga mustaqil tarzda sizni sog'lom hayotda olib yuruvchi, sizni qandli diabet, jigar yog' bosishi, ortiqcha vazn va qorinni semirib ketmasligi uchun qanday to'g'ri bozorlik qilish sirlari mana shu video darsda bor. Ikkinchi modulimizda haftalik menyular beriladi. Haftalik menyularni berishimdan sabab sizlarda foydali bo'ladigan odatlarni shakllantirish. Masalan, bizga tanamizni chiroyli bo'lishligi uchun, ozayotgan paytimizda osilib ketmasligi uchun, suyaklarimizda osteoporoz hozirgi kunda juda ham ko'p bo'g'im kasalliklariga sababchi bo'layotgan suyak yemirilishini oldini olish uchun oqsilli kunlar. Bizlarni qayta yomon mahsulotlarni yeyishimizga sababchi bo'ladigan bakteriyalarni tushiruvchi, tozalovchi kunlar, haftalar, glutendan tozalanish haftalari, qon tomirlarimiz shakardan tozalanish haftalari, tanamizdan yillar davomida chiqib ketmayotgan suvlarni tushirish haftalari. Mana shunday qilib har bitta etapni o'zini maqsadi bor. Mana shu maqsadlardan bitta qadam bosib o'zlarining effektini sezib borasizlar. Keyingi modulda 10 kunlik ovqatlanish tartibi beriladi. Menyularning ustunlik tarafi sizga unsiz va shakarsiz, ammo sizni ozdiruvchi tansiq taomlarning retseptlari beriladi. E'tibor qilinglar, bu yerda gamburgerlar ham bor. Sizlarga foydali nonlarning retseptlari beriladi. Bilasizlar, non, gamburger, xamirli mahsulotlarni biz o'zbeklar juda ham yaxshi ko'radi va undan ajralish, xuddi boladan ajralishdek qiyin bo'ladi ba'zi bir insonlarga. Mana shunday insonlar uchun maxsus menyularimiz bor. Ana shu mahsulotlarni yesangiz, semirmaysiz ham, insuliningiz ham ko'tarilmaydi, diabetingiz ham tuzalishni boshlaydi. Demak, keyingi modulda jigarni yog'lardan tozalovchi va yangi kletkalarni paydo qilib yosharish protsessini to'g'rilovchi autofagiya haqida chuqur tushuntiriladi va ana shu etapdan sizni ham birgalikda o'tiladi. Autofagiyadan o'tganingizdan so'ng 5 kilogramdan 15 kilogramgacha ozishingiz mumkin. Mana bu rasmda sizlar ko'rsanglar bo'ladi. Autofagiya protsessidan keyin autofagiya protsessiga to'g'ri kirish uchun 10 kun vaqt kerak bo'ladi va autofagiyadan keyin siz 10 kilogramgacha vazn tashlashingiz mumkin va qorningizni 10 santimetrdan 15 santimetrga kichrayganini bittada ko'rasiz. Undan keyingi modulda insulin va somatoterapin gormonlari, bularni semirishga sabab bo'lishi, bularni ozishga sabab bo'lishi haqida, qaysi birini qanday, qaysi paytda uyg'otish kerak, qaysi biri qanchalik darajada baland bo'lishi kerak, mana shu haqida to'liq darsligim bor. Bizni mana shu yengil bo'ling kursimizning eng asosiy fishkalaridan biri qorinni ketishi. Ba'zi insonlar o'zib yozishadi.
qornimni yo'qotib qo'ydim deb hazillashib qo'yishadi. Haqiqatda birinchi o'rinda biza mana shu haftalik menyularni maqsadli qilib qo'yganimiz uchun, to'g'ri tanlaganimiz uchun, ya'ni buni orqasida katta jamoa mutaxassislar ishlaganligi uchun siz birinchi o'rinda ana shu qorningizni yo'qotasiz va 20 yil oldin bir kun olsam kiyaman deb qo'ygan kostyumlaringizni kiyasiz va ularning tugmalari yopilishni boshlaydi. Haqiqatda mo'jizaviy holat va bu narsa siz dopamingizni oshiradi va mana shu stressingiz kamayishni boshlaydi. Undan keyingisi glikemik indeks. Sizni semirtiruvchi, vaznni ushlab turuvchi va sizni ozdiruvchi mahsulotlarni ajratib beraman va siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, chet elda bo'lasizmi, mehmondorchilikda bo'lasizmi, tug'ilgan kunda bo'lasizmi, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar mana shu mahsulotni to'g'ri tanlash sirlarini ham o'rgatib qo'yaman. Keyingi modulda gormonlarning buzilishining sabablari o'zi aslida nimada? Inson uchun, ayol kishini homilador bo'lishligi uchun, yosh bo'lishligi uchun progesteron gormoni, erkaklarning sog'lom bo'lishi uchun testosteron gormoni, ayollarda doimiy hayz sikli normada bo'lishligi uchun va ular go'zal, chiroyli bo'lishliklari uchun estrogen gormonlari haqida ma'lumotlar berganman. Keyingi modulda anemiya va semizlik. Semizlik 95% anemiyaga bog'liq va bu narsani sizga hech kim aytmagan. Bu narsa sizga hozir yangilik bo'lishi mumkin. Lekin 7-modulda anemiyani semizlikka nima aloqasi bor? Nimaga hamma semiz va nimaga Covid paytida aynan semiz insonlar o'ldi? Ularga kislorod yetishmasligi sababidan. Mana shular haqida to'liq ma'lumotlarni darslik qilganman. Mana shuni ham 7-modulda tanishib olasiz. 8-modulda vaznni to'g'ri ushlab yurish, ya'ni marketing yo'li bilan aytilganda vaznni qotirish yo'llari o'rgatiladi. Bundan maqsad kursdan so'ng ham vazn yig'masligingiz, balki yana tashlaydigan vazningiz bo'lsa, uni o'zingiz qanday qilib davom ettirishingiz haqida darslik tayyorlagan. Keyingi modulda biza sizlarga effektivni bo'lish uchun, birinchi o'rinda qiziqarli bo'lish uchun va foydali ma'lumotlarni ko'proq olishinglar uchun har xil spikerlarni taklif qilganmiz. Ulardan bittasi urolog Saidakrom Qosimov. Erkaklardagi gormonal buzilishlar, ulardagi testosteron tushishini sabablari, jinsiy zaiflik sabablari va yechim, erkaklarda jinsiy zaifliklar va undan tashqari ikkita darslik ham tayyorlab qo'yganmiz. Mutaxassisimiz erkaklarning barcha savollariga javob beradi. Undan keyin ayollarda testosteron gormoni tushib ketishi. Ayollarda testosteron gormoni bormi deb o'ylaysizlar? Albatta, ayollarda ham testosteron gormoni normada bo'lishi kerak. Testosteron gormoni tushib ketgan ayollarda libido tushib ketadi. Libidosi tushib ketgan ayollar erini xohlamaydi. Eri yoniga chaqirganda umuman birga bo'lishni xohlamaydi va bu hozirgi kunda juda ham katta janjallarga, munosabatlarning buzilishiga olib kelyapti. Mana shu haqda ham 10-modulda gaplashamiz. Va mana shu testosteron tushib ketishi va insulin gormoni ko'tarilib ketishi estrogen gormoniga bog'liq bo'ladi va bu miyoma kasalliklariga, ayollarda kistalarning o'sib ketishiga va erta klimaks boshlanishiga ham sababchi bo'ladi. Bular haqida ham darsliklarda albatta gaplashamiz. 11-modulda bolajonlar qadami. Bolajonlar uchun alohida menyu tuziladi. Chunki bu biz yengil bo'ling kursimizda sizni hozirgi kunda farzandlarimizda ham semirib ketishlar ko'p. Farzandining ovqatini nazorat qila olmayotgan ayollar juda ham ko'p. Juda ham ko'p deyapman. Men nima qilishni bilmayapman. Farzandimni ko'rib qo'rqib ketyapman, semirib ketyapti, o'rtoqlardan uyalishni boshlayapti, harakati kam, dangasa bo'lib qolgan deb shikoyatlar ko'p keladi. Mana shunday bolajonlar uchun ham mana shu yengil bo'ling kursi mos keladi. U yerda bolajonlar uchun ham shirinliklar, KFC, tortlar, pizzalar retseptlari beriladi. Chunki bolalarimiz buni yaxshi ko'radi va aqlli onajonlar mana shu fursatdan foydalanib kursga qo'shiladigan bo'lsalar, o'zlari uchun ham, farzandlarimiz uchun ham foydali menyularni qo'lga kiritib oladilar. Undan keyingi qadamlarda bolajonlar qanabi, bolajonlar uchun alohida menyu, bolajonlar uchun psixologning darsliklari, bolajonlar uchun malakali trener tarafidan mashqlar beriladi va farzandingiz qiynalmay ozadi. Mana masalan A nuqta bilan B nuqtaga e'tibor bering. Mana shu 9 yoshlik Azamatni qorniga e'tibor bering. Azamat bilan birinchi ko'rishganda undagi atyoklarni 9 yoshli bolani pochkasi shunchalik atkas qilayotganini ko'rib, to'g'risi menda qo'rquv bo'lgandi, lekin juda ko'p vaqt o'tmadi. 2 oyning ichida Azamat 18-19 kg vazn tashladi va 5 oyning ichida Azamat umumiy 25-26 kg vazn tashladi. Do bilan pulsiga qaraydigan bo'lsangiz, umuman ikki xil odam. Kattalar ham xuddi shunday rezultat olsa bo'ladi. Farzandlarimizni hozirdan sog'lom qilmas ekanmiz, farzandlarimiz kelajakda uylanganda farzand ko'ra olmasligi yoki erta qandli diabetdan nobud bo'lishligi yoki infarkt, insult bo'lib o'lib ketishligi ham mumkin. Alloh saqlasin. Shuning uchun farzandlaringizni hozirroq semizlikni ko'ryapsizmi? Albatta analizlarni topshirib kursga yozilishga harakat qiling. Yengil bo'ling kursni 2 oylik kurs dasturi, bu 12 ta qadamdan iborat va undan tashqari analizlar, tahlili bor. Men va mutaxassislar
yordamida analizlar har bitta insonda individual ko'rib chiqiladi. Undan keyin kunlik trekker jadval beriladi va kunlik trekker jadval kuratorlar tomonidan kuchli nazoratda bo'ladi. Yengil bo'ling kursida undan tashqari 45 ta darslik beriladi. Bu yerda spikerlarni, har xil psixologlarni, ginekologni va urologni darsliklar beriladi. Kosmetologni yordamlari bo'ladi ayollarga. Yengil bo'ling 2 oylik kurs dasturida. Undan tashqari har 10 kunlikda 10 ta ishtirokchi uchun vitamin sovg'alarimiz bor. Siz ham vitamin sovg'alar olasiz, ham ozasiz, ham sog'lom bo'lasiz va yaxshi qatnashib, motivatsiya olib sovg'a olishingiz uchun sizga bonuslar ham taqdim etiladi. Yengil bo'ling kursini yana yugur degan loyihasi bor. Agar siz har kuni yurayotganingiz haqida to'g'ri ma'lumotlarni berib boradigan bo'lsangiz va birinchi o'rinda g'oliblardan qatoriga kiradigan bo'lsangiz, sizga yana vitaminlar sovg'a qilinadi. Har hafta eng ko'p yurgan 3 top 3 talik odamga vitamin beriladi. Bundan tashqari kuratorlar nazorati bor. Men analizchilar nazorat qilaman. Analizchilar kuratorlar nazorat qiladi. Kuratorlar polis kuratorlari nazorat qiladi. Ya'ni bizani jamoamizda 80 dan ortiq inson ishlaydi va har bitta inson nazorat ostida bo'ladi. Siz ham albatta nazorat ostida bo'lasiz. Yengil bo'ling kursini boshqa kurslardan ustunligi nimada? Birinchi ustunlik analizlar. Har bir insonning analizi alohida tekshiriladi. Nimadan semirganligi tushuntirib beriladi va to'g'ridan to'g'ri birinchi bizgacha kelgan kasalliklar bo'lsa, kasalliklari davolanib, undan keyingi etaplarga o'tiladi. Sizning analizlaringiz tahlili offlayn tarzda ko'rib beriladi. Bunaqa kuchli individual yondashuvdagi konsultatsiyani hech qaysi davolovchi maskandan topa olmaysiz. Ikkinchisi bu menyu. Menyu shaxsan o'zimni nutritsiologik, endokrinologik va dietologik olgan ilmlardan kelib chiqilgan holatda gormonlarni joyiga qo'yish, tanani tozalash va defitsitlarni yopishni maqsad qilgan holatda o'ylab topilgan, ya'ni men tarafdan mana shu menyular sizga taqdim qilib beriladi va mana shu menyular sizga butun umrga siz uchun qoladi. Uchinchi ustunlik kuchli nazorat. Kuchli nazorat haqida yuqorida ham aytdim. Kuratorlarning o'zini nazorat qilib turuvchi bosh rahbarlari bor. Mana shu rahbar har bitta kuratorni siz bilan bo'layotgan aloqasi va siz bilan yozishmalarini tekshirib boradi. Sizni qanchalik aktiv qatnashayotganingiz, trekker jadvallariga javob berayotganingiz, yeyotgan ovqatlaringizni tashlab turganingiz, o'zingiz haqida ma'lumot berishingizni kuzatib boriladi va kuratorlar tarafdan esa qanchalik sizga javob beryapti, qanaqa siz bilan muomalada bo'lyapti, sizni rezultatga olib chiqish darajasida qanchalik mehnat qilayotgani albatta nazoratga olinadi. To'rtinchisi qayta semirmaslik. Kurs davomida ozgach siz qayta semirmaysiz va kasalliklaringizga ham davo topasiz. Bu sizni har bir shifokorda alohida davolanishdan, ya'ni mablag'ingizni har taraflama tejashga kiradi. Menga birinchi bo'lib ishonchni bildirgan insonlarga har doim xursand qilgim keladi. Bu jamoamiz tarafdan doimiy an'anaga aylangan. Agar siz hozir 24 soat ichida kursga qatnashishga qaror qilsangiz, umumiy 2.200.000 so'm qiymatga ega bo'lgan 5 ta kurs va mualliflik kitobimni sizga bepulga taqdim etaman. Birinchi sovg'a ona va bola uchun vitaminlar kursi. Asl narxi 500.000 so'm. Bu kurs menga nima kerak deyishingiz mumkin. Aslida mana shu kurs sizga juda ham kerak. Chunki siz farzandingizni defitsitlarini yopmas ekansiz, ularga qanday vitaminlar ichishni bilmas ekansiz, farzandingizni aptekadan dori olib berishga majbur bo'lasiz. Farzandingiz har oy yo'talib, shamollanaveradi, siz qo'rqib ketasiz, kasal bo'lib qolmasin, o'pkasiga o'tib ketmasin desa antibiotik beraverasiz. Va mana shu bitta narsaga e'tibor berishinglar kerak. Antibiotikni farzandlarimizga ko'p berishimiz bu farzandimizning immunitetini borgan sari tushirib, doimiy antibiotikda yashaydigan, doimiy har oy kasal bo'ladigan insonga aylantirib qo'yadi va immunitetni pasayib borishi bizada eng qo'rqinchli kasalliklarning boshlanish sababchisi bo'ladi. Ikkinchi sovg'a bu psixolog tomonidan o'z tanasini qabul qilish va ayollik energiyasi kursi. Mana shu kurs sizni o'sha psixologik ochligingizga yechim beradi. Sizni ayollik darajangizga ko'tarishga yordam beradi, sizga motivatsiya bo'ladi. Bu kursning asl narxi 700.000 so'm. Undan keyingi sovg'amiz bayram dasturxoni menyusi. Yuqorida aytganimdek, biz mehmondorchilikni, mehmon kutib olishni, mehmonga borishni juda ham yaxshi ko'ramiz. Mehmonga borib olish uchun katta pulga ko'ylaklar ham sotib olamiz. Bu bizga dopamin beradi. Aynan mana shu momentlar bizni hayotda tikka turishimizga, stressga qarshi yashashimizga kuch bera oladi va to'g'ri ovqatlanib sog'lom yashashni istagan inson bayram dasturxonini chiroyli va to'g'ri taqdim qilishi bu bitta iqtidor. Mana shunday insonlarga yordam sifatida bayram dasturxonini beramiz. Bu bayram dasturxonida siz shirinliklar, salatlar va taomlar haqida maslahatlar olasiz va
oilangiz a'zosi bilan birgalikda maza qilib ovqatlanib ham semirmaysiz, ham qandli diabetga duchor bo'lmaysiz. Keyingi soha bolajonlar uchun kurs, bolalardagi kasalliklar va bolalar uchun maxsus vitaminlar kursi 400 ming so'm asl narxi. 5-sovg'a psixolog tomonidan bola tarbiyasi kursi. Bunda bola bilan intizomni shakllantirish, boladagi nafs tarbiyasi, ota-ona va bola o'rtasidagi sog'lom munosabatni shakllantirish va joyiga qo'yish. Mana shu ham 400 minglik kursimiz sizga bepulga beriladi. Undan tashqari O'zbekistonda ozish bo'yicha yagona kitob Workbook. Mana shu kitobni agar qo'lga kiritsangiz, kursimiz yengil bo'lgan kursimiz tugagandan keyin ham mana shu kitob sizning qo'lingizda qoladi va bu kitobda juda ham ko'p video darsliklar QR kod orqali kiritilgan. Siz mana shu har bitta QR kodga kirib, mani videolarimni qayta-qayta ko'rishingiz, vitaminlar haqida ma'lumot olishingiz, qaysi vitamin qanaqa payt ichiladi, nimaga o'zi ichiladi, qanday qilib o'zingizni o'lchashingiz, santimetrlaringiz qayerdan o'lchanadi, kofeni foydali va zararlari, qanday qilib ovqatlanish kerak, xullas hamma ma'lumotlar, kursning ichidagi ma'lumotlar mana shu kitobga qo'shimcha tarzda joylashtirilgan. Kurs 4 oydan keyin yopilib ketadi. Gruppalar o'chiriladi. Lekin mana shu kitob sizga butun umrga qoladi. Bu kitobning ichida juda ham ko'p foydalar bor. O'zingizni nazorat qilishingiz uchun juda ham zo'r kitob hisoblanadi. Iloji boricha mana shu kitobdan foydalanayotgan paytingizda o'chirsa bo'ladigan ruchkadan foydalaning va siz keyinchalik o'chirib tashlab boshqatdan kursni o'zingiz uchun bajarishingiz mumkin va bu narsa sizni o'sha qayta semirmaslikka olib keladi. Bu yerda berilayotgan maslahatlar, trigger jadvallari, mana suv ichish tartiblari sizga berilgan. Har bittasini bittadan belgilab borasiz. Qilgan vazifalaringizni belgilab borasiz va mana shuni siz o'zingizni kuratoringizga topshirib borasiz va bu sizga mana shu kitobni oxirigacha 2 oylik kurs tugaydi va mana shu kitob bilan birgalikda siz 20 kilogramgacha vazn yo'qotishingiz mumkin. Bundan tashqari kitobning ichida to'g'ri bozorlik qilish videosi, shirinliklar va mazali taomlarning video retseptlari, defitsitlarni yopuvchi vitaminlarning har birida ichish tartibi yozilgan, aqlli tarozidan bir marotaba foydalanish ham mana shu kursga 24 soat ichida qatnashga qaror qilganlar uchun beriladi. Bu tarozimiz sizni tanangizda nima mahsulot ko'pligini, kamligini, ichki yog'ingiz, tashqi yog'ingiz qancha suv bor, suv yetishlik yoki yetishmaslik, sizni haqiqiy fiziologik yoshingiz nechiligini ham aniqlab beradi. Mana shu tarozlar ham tushish sizga bepulga beriladi. Hoziroq kursga ro'yxatdan o'ting va birinchilardan bo'lib sizga telefon qilib sizga bog'lanamiz. Va sizga va'da qilingan bonuslar va kitoblarni birinchilardan bo'lib qo'lga kiritasiz. Siz ro'yxatdan o'tguningizcha men boshqa o'quvchilarim haqidagi natijalar bilan sizlar bilan bog'lanaman, sizlar bilan bo'lishaman. Marhamat, tomosha qilishingiz mumkin. 60 yoshdaman, marafonga qatnashdim. Vesimdan 9 kilo ketdi. Ichki yosh 1 yoshga yoshardi. Ichki yog'larimdan 7 kilo yog' tashladi. Yurganimda qiynalardim, yana yurib charchab qolardim. Fitness qirolichasi bo'ldim. 92 kilo edim, 69 kiloga tushdim. Osiyo Ismoilovada menga ishoninglar, juda ham ozish oson. Sizlar tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada edi. Birinchi 10 kunlikda 7 kilo vez tashladim. 2 oyda 13 kilo vez tashladim. Men 12 kilo tashladim. Yuragim sinchirdi. Doim bosh og'ruv, oyoq og'ruv, dorilar ichardim. Cho'loqlanib, qiynalib yurib kelgan kunlarim ham bo'lganda. 115 kilodan 103 kiloga tushdim. Yoshim 32 da, 74 kilo vazn bilan, 158 bo'yim bilan 12 kilo vazn tashladim. 84 kilogramga chiqdim-da. Alhamdulillah hozir 63 kilogramga tushdim. O'zim vrachman. Oldin 25 kilo qop ko'tarib yurgan edim, og'irligi mana o'sha og'irlik yo'qoldi. 105 kilo edim, 25 kilo vez tashladim. Semiz paytimda ayog'larga nagruzga tushib, varikozlar chiqardi oyog'imdan. Eng birinchi navbatda sahr diabetni oldi olinar ekan. Undan tashqari necha xil turdagi kasallarni oldi olinar ekan. Eng kerakligi shu men uchun. 118 kilo edim, hozir 89 kiloman. Bel aylanam ham tep-tekis bo'lib qolgan edi. 122 edi, hozir 104 bo'ldi. 18 santimetr объемdan ketdi.